Qabul. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, mehribonlar, uylanmagan bo'ydoqlar, bo'ydoqlik vazifasini vaqtincha bajarib turgan ukaxonlar, bu 2026-yil aniq uylanaman deb niyat qilib yurgan ukaxonlarga mana yorqin misol. Bugun Oltiariq tumanidamiz. Ukaxonim xudo xolasa to'yini boshladik. Alaykum assalom. Qalay kayfiyatlar? Zo'r kayfiyatlar. Uylangandan keyin zo'r o'ladida. Bugun oxirgi kuningiz, bugungi bo'ydoqlik vazifasidagi bugungi oxirgi kuningiz. Shunday oxirgi Foydalanib qoling. Xursandchilikda deydi. Chapkira buni. chapgan. Endi qarang, hech kimga bermagan savolim. Hop, Nechta farzandlar oilada? 5 ta. Sizdan keyin kimlar bor? Mendan oldin bor. Kim? Siz kenjasiz yoki? Eng kenja. Voy, oxirgi patron mandaq ekan. Yo'q, 4 opadan keyin kenja. Kutilgan o'g'il. Qanday endi opalar turmushga chiqqan, qanaqa? Hammasi joylangan. Zaksga 4 ta pochchangiz ham bormi? Pochcha ham bor, 4 ta akam bor. Yo'q, oila 4 ta opa, 4 ta pochcha. Ana baxt, ana oila. Endi qanday desam bo'ladi? Bitta qiziq savol. Pochchalarning ichida eng bir bunday bari ajrab turadi-yu, to'g'rimi? Bittasi bari bo'ladi-yu. Lekin hammasi zo'r, gap bo'lishi mumkin emas. Bitta baribir chicha bo'lsa ham bitta farq qiladigan bo'ladi-yu. Eng yaqin yonimdagisiz-da. Yoningizda Oltiariqda. Ha, bitta mahallada. Qo'yil otlari nima? Muhammad Yusuf aka. Muhammad Yusuf aka, mana hozir siz pochchalar nominatsiyasida g'olib bo'ldingiz. Siz bilan hali xudo xolasa balkim kommentariyalarda balkim ko'rishib qolarmiz. Eng videoyingizni ham qo'yaman baribir. Pochchalar eng yaxshi pochchalar nominatsiyasida g'olib bo'ldingiz aka, birinchi o'rinni oldingiz. Sovg'ani kutib qoling. Hammasi lekin zo'r. Menga nimasi? Ajratish yo'q. Ajratish yo'q, hamma pochcha. Haligi deganingizda bunday yoningizda turadigan yaqinrog'i baribir bo'ladi. Iloji yo'q buni. Lekin zo'r. Opalaringiz ham iloyim baxtli bo'lsin, Oltiariqda eng baxtli insonlar bo'lsin. Siz ham xudo xolasa Oltiariqda eng ko'zga ko'ringan insoni bo'lib yuring, eng boy badavlat insoni bo'lib yuring. Tinchlik, xotirjamlik, baxt, saodat sizni umuman tark etmasin. Oila har doim, ya'ni haligi birinchisi o'g'il bo'lganda yoki Hasanxon bo'lganda, xudo xolasa kelib xizmat qilaylik. Tilaklarni zo'ri bo'ldi omachi. Mana shunaqa tilaklarni qilishni yaxshi ko'raman. Siz ham shunaqa tilaklarni eshitadigan paytingiz kelyapti. Baxt mashinasida o'tirib olib, orqada podshohlardaqa yurish vaqti kelyapti. Harakat qiling. Toping endi u qizlarni qarab yurolmasdan, birisi unaqa, birisi bunaqa demasdan bittasini yaxshilab ushlash kerak, harakat qilish kerak, to'yni boshlash kerak, meni chaqirish kerak. Men borib xudo xolasa xizmat qilib, sizlarni bo'ydoqlik safidan tezda badara qilishga va'da beraman. Sog' bo'lasizlar. Quvonchli onlarni tarixga muhrlash jarayonida biz xudo xolasa kelin-kuyovlarimizni takrorlanmas onlarini akamiz ming mashaqqat ila tarixga muhrlayaptilar. Operatorlarimizni mehnatini ham alohida e'tirof berib turish kerak edi. Kim e'tibor beradi, biz e'tibor bermasak, to'g'rimi? Tasvirga olingan kadrlarning nihoyatda bir teran, bir chiroyli chiqishida akamizning mashaqqatlari alohida o'rin egallaydi. Shunaqa holatlar xudo xolasa siz ham uyingizda mehmon bo'lishini xohlasangiz, shakillar chaqirsalaringiz, bizni chaqirsangiz, borib xizmat qilib beramiz. Shirin va muborak onlaringizni tarixga jipslab muhrlab kelamiz.